Assalomu alaykum, hurmatli Sakistova telekanali Orom Baxsh dasturining qadrli ixlosmandlari. Dasturlarimiz an'anasiga muvofiq iste'dodli ijodkorlarni, serqirra san'atkorlarimizni go'zal kuy qo'shiq navolari, go'zal taronalari va mazmunli suhbatlari bilan fayzli xonadoningiz mehmoni bo'lib kelyapmiz. Dasturlarimiz an'anasiga sodiq qolgan holda bu galgi dasturimizga ham o'zini chiroyli sozi, sohir ovoziga ega bo'lgan ijodkor ustoz san'atkorlarimiz munosib izdoshi G'anisher Meliqulovni taklif qilganmiz. Avvalambor G'anisher aka, dasturimizda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Salomat bo'ling, rahmat. Salomlashib. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz shu Xorazm elining ashaddiy muxlislari, san'at muxlislari, hammalaringizga alangalik salom. Men asli o'zim tojikistonlik bo'lsam ham, shu Xorazm san'atiga juda nima deydi, hayotimni bag'ishlaganman desam to'g'ri bo'ladi. Chunki azaldan yoshliklarimizda shu ustoz Komiljon Otaniyozov, Hojixon Boltayev, Komiljon Otaniyozov, bir qancha mana Matniyaz Yusupovlar bor, Qalandarbashi Normatov deymiz, hamma ustozlarni eshitaverib, mana shu qalbimiz shularni san'atiga nima deydi, muttalo bo'lib qolgan. O'zim tilim ham Xorazmga ketib qolaveradi. Salomat. Birov bilan gaplashsam, Xorazmdanmisiz deyshadi. Salomat bo'ling. Shuning uchun bayatda xursandman. Shu dasturimiz avvalida bir ta'kidlab o'tamizki, teletomoshabinlarimizga G'anisher akamiz asli Tojikistonni Panchkent tumanida tug'ilganlar. Xuddi shunday. Panchkentda tug'ilganlar. Ustoz Ortiq Otajonov yonlarida hamnafas bo'lib, ustozni o'gitlarini olib, ustozga haqiqiy bir shogird bo'lib, yonlarida bo'lib, mana bugungi kunda ajoyib ijodiy mahsullarni hurmatli eldoshlarimiz e'tiboriga havola qilib kelyaptilar. Xudo xolasa, bugungi dasturimizdan ham umidimiz katta. Bugungi dasturimiz orqali ustozimizni Ortiq Otajonovning go'zal taronalarini ham yangi talqinda, yangicha uslubda hurmatli teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etasiz degan umiddamiz. Keling, so'z isboti bilan deganlaridek, ana endi hurmatli teletomoshabinlarimizni ham ko'p kuttirmasakda, sizning ijroingizdagi go'zal navolarga navbatni bersak, ana undan so'ng dasturimizni yana davom ettirsak deymiz. Marhamat, Sakistova telekanali Orom Baxsh dasturida dasturimiz mehmon ijodkori G'anisher Meliqulov kuylaydi. Sen salıp baksam Selleri közümden bir nemçe yoktur Dahşeti tünü yargen Kaldırakning hangam Berdavşi titregen bir şemçe yoktur Kadimde bir yurtning cahil hakanı Verrekkeş etkenning töküpti kanın Yalğanning tahtagi 100 yıl devranı hakikat aytırgan bir demçe yoktur Yalğanning tahtagi 100 yıl devranı hakikat aytırgan bir demçe yoktur Yok joylarda yamandır kısmet
ölmeydi millet. Cihanda hiçbir xil kuraldı kudret. Tinchlik sözün yazgan qalamcha yo'qdir. Jahonda hiçbir xil qurolda qudrat. Tinchlik sözün yazgan qalamcha yo'qdir. Tabiat biz bilan go'yo sirdosh, gullarning bag'rida oxu ko'zi yosh. Daryoni opchib turgan tog'i tangosh, bardan art bilgan dengir odamcha yo'qdir. Bardan art bilgan dengir odamcha yo'qdir. Canım bu adamlar bunçalar tacang, aldındaki cengler arkada hem can. Cihan yollarını kılıp baksak canım, İkimiz atgan bir kademcha yo'qdir. İkimiz atgan bir kademcha yo'qdir. Cihan yollarını kılıp baksak canım, İkimiz atgan bir kademcha yo'qdir. İkimiz atgan bir kademcha yo'qdir. Canım bu adamlar bunçalar tacang, aldındaki cengler arkada hem can. Cihan yollarını kılıp baksak canım,
İkimiz atgan bir qadamcha yo'qdir. Ay, qadamcha yo'qdir. Tinchlik so'zin yozgan qalamcha yo'qdir. Köngülüm seni özümge teng sezip kalgan. İşk şamalı biz tamanga esip kalgan. Köngülüm seni özümge teng sezip kalgan. İşk şamalı biz tamanga esip kalgan. Ömrümde ilk sirli bahar kezip kalgan. Yürek sensiz ortanıştan bezip kalgan. Terk eyleyen beni tinçü aramlarım. Veslin kütüp yılday öter ayyamlarım. Veslin kütüp yılday öter ayyamlarım. Muhabbetin çizgiden çıkalmayman. Yelkemdeki icran yükün yıkan olmayman. Perakende hayallerim yığılmayman. Hammaga keng dunyoga men sig'an olmayman. Terk eylegan meni tinchu aramlarim. Vaslin kutib yilday o'tar ayyamlarim. Vaslin kutib yildan ay o'tar ayyamlarim.
Egilmegen kavmetlerin egip sultan hayallerin avuşdan uğranır cavlan Egilmegen kavmetlerin egip sultan hayallerin avuşdan uğranır cavlan halını hiç bilmegenler oylar asan özgelerge sır boy bermay külenger handan terkeylegen meni tinçü aramlarım Vesling kütüp yıldan ay öter ayyamlarım terk eylegen meni tinçü aramlarım Vesling kütüp yılda ay öter ayyamlarım Vesling kütüp yılda ay öter ayyamlarım Katta rahmat, go'zal taronalar, go'zal navolar uchun yana bir bor minnatdorchilik izhor etamiz va endi savollarga yuzlanar ekanmiz. Keling, qani Sher aka, avvalo san'atga kirib kelishingiz, ustozlarga qo'ygan mehringiz bu yo'lga boshlab kelganmi yoki oilangizda bir ijodkorlar, san'atkorlar bormi? Keling, shu haqida bir to'laqonli bir ma'lumot berib o'tsak, hurmatli teletomoshabinlarimizga. Endi juda to'g'ri savol, chunki agar mana shu oilada qanaqadir zamin, qanaqadir kimdir qiziqqan bo'lmasa, bu bir insonni birdan chiqib ketishi bu kamdan kam holat bo'lar ekan. Muhitda gap katta-da. Ha, muhitdagi gap juda ham katta, to'g'ri aytdingiz. Mana shu bizni otamiz rahmatli Isroil otam rahmatlik shu uyda sharoit bo'lmagan, endi ularni tug'ilgan payti shu kattarib nima deydi, bir 10-sinflarda bo'lgan paytlarida shu ichidan bir shunaqangi kuylash nimasi kelar ekanda, xohishi juda kuchli bo'lar ekan. Ha, lekin qishloqchilik bilasiz, u yerda baqirib ayta olmaydi. Baqirib ayta olmagandan keyin shu ichida xirgoyi qilib g'ing'illab munojatlar bormi, o'sha Farg'ona tong otgunchilar bormi, shu xalq ashulalarini ichidan xirgoyi qilib yurar ekan otam rahmatlik. Xalq san'at bilan oshibdi. Ha, shuni o'zi bir kun o'zi aytib qoldi. O'g'lim dedi, bu bejizga emas, sendagi talant. Mana shu oshiqib shu ustoz Ortiqxo'janovga bekorga sen oshiqmayapsan. Chunki meni o'zimda bo'lgan shu qiziqish endi senga o'tibdi bolam degan bir xursand gaplarni aytganlar. Keyin undan tashqari mana katta akam Mavlon akam ham shu armiyaga borib kelganlaricha bir ruybobni olib 2 yil davomida olib borib shu yerda chalib, yana qaytarib olib kelib, uyga olib kelib, yana shu yerda davom ettirgan holatlari bo'lgan. Demakki, armiyada xonada bu xizmat qilgan ekanlar. Yo'q, u shu qiziqqan bo'lgan, shu qo'yib yormagan, shu ruybobni qo'yib yormagan. Shu esimdan chiqib ketmasin san'at deganmi? Keyin yana ikkita akam bor, Komil akam, Ravshan akam, ular ham bitta akam chap qo'lda chalardi. Bizlar o'ng qo'lga o'tkazib olsak torni, akamnikini, Komil akam kelib chap qo'lga simini o'ngarib olar edi. Shunaqa holatlar ham bo'lgan oilada. Juda ham ajoyib. Suhbatlar uchun yana bir bor minnatdorchilik izhor etamiz va keling, endi hozir ustozlar deya ta'kidlab o'tyapsiz. Oilamiz san'atga oshufta bo'lgan deyapsiz. Qani ustozlarning ijodidan qaysi taronalarni teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola qilamiz? Endi ustozimiz juda million qo'shiqlarni yaratganlar. Ustoz ayrim hollarda men xabarim bor, ustoz aytardiki, men bir qo'shiqlarni aytganman, bir aytib o'tib ketaverganman. Shu esimdan chiqib qolib ketgan qo'shiqlar bir qanchasi shunaqa qolib ketdi. Lekin eng go'zallari, eng ko'p ijro qilinganlari o'sha aytganimizdek Amonmatjon she'ri bilan umr o'tar, vaqt o'tar. Orif Odilxonov she'ri bilan ota onang va ey sanam, mana shunaqa qo'shiqlari bor. Yana o'sha aytganimizdek bir buloqning ikki ko'zi. Bu endi xalqchil o'ynaqa narsalar. Keyin gelsin ibi bor, umr o'tar, endi buni
eng shohona deymiz Shohona qo'shiqlaridan asarlar. bittasi. Keyingi paytlarda ustoz yana bir eng bir jo'shib yaratgan bir yana bir Mashrab Muhammasiga yaratilgan bir kelsun ashulasi borki, bu Kelsun. Sabti Haqiqiy suvora san'at yo'liga asari. solingan, Sabti suvora yo'liga solib aytilgan. Oxirgi paytlarda ustoz o'zi qayerga borsa yoki shogirdlari yo bir qaysi bir ashulachi qayerga xizmatga borsa, shuni so'rab aytganlar: "Ey, iloji bo'lsa uka, shu kelsunni aytib bersang" degan talablar juda ko'p bo'lgan. Shaxsan o'zimizda juda ko'p bo'lganda, qayta 3-4 martalab eshitishgan. Ana shunday ustozni ana shu qo'shiqlarni hozirgi kunda ijro qilib xalqimizga qo'ldan kelgancha jonli ijroda, buzmasdan yana ijro qilmoqdamiz. O'zi e'tibor berdim, boya ustozni nafaqat ijro taraflama yo'lida, balki gapirishingiz ham ustozni ustoviga o'xshab ketar ekan, ovozlariga o'xshab ketar ekan. Bu menimcha mehrni yurakdan berganda, Ixlos. shunaqa ixlosni yurakdan berganda shunaqa bo'lsa kerak-da. Juda xursandman. Ustozni yoniga Alloh yetkazganidan shukrman. Chunki yetkazganiga shukr. Chunki ixlos bir yaxshi niyat qilinsa albatta yetkazar ekan Alloh taolo, lekin butun va halol qilish kerak u narsaga. Harakat ham kerak. Faqat u nima deydi, bir niyatni qilib qo'yib o'tirgan bilan Xudo netib qo'ymay, olib borib qo'ymaydi sizni. O'shaning uchun xursandman. Shunday inson Ortiq Otajonovday Xorazm, buyuk Xorazm farzandi yoniga olib meni aynan o'zini yonida olib yurgan 30 yil bo'ldi shunga. Ustozlar. Katta laganlarini tegiga kirib, devorga suyab qo'yib, ichida temirlaganning ichida açsang ovozing jaranglab ketadi-ku. Shuna qilib, ashula aytib o'tirardim. Qachon bo'lsam markazga borib, men ham shu ortiq bo'laman baribir deb ichimda niyat qilib yurardim. Bu yog'i G'anisher beli qolib, meni qo'shiqlarimga juda mehr qo'ygan. Salomat bo'lsinlar deymiz. Joylari jannatdan bo'lsin deymiz va keling. Ana endi hurmatli teletomoshabinlarimizni ko'p kuttirmasakda, sizning ijroingizdagi go'zal navolarni, ustozlar ijro qilgan go'zal taronalarni sizning ijroingizda hurmatli teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola qilsak deymiz. Marhamat. Öter, vakt öter, xonlar öter, tak öter. Ömür öter, vakt öter, xonlar öter, tak öter. Omad öter, baxt öter. Lekin hiç kaçan çıkmaz yardımdan. Seni yürüyüşlerin, seni külüşlerin, seni külüşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yardımdan. Seni yürüyüşlerin, seni külüşlerin, seni külüşlerin. Baharda bağına güzel, kar yağsa tağına güzel. Baharda bağına güzel, kar yağsa tağına güzel. Bu yaşlık çağına güzel, lekin hiç kaçan çıkmaz yardımdan. Uşa külüşlerin, uşa külüşlerin, halim soraşlerin.
lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. O'sha kulishlering, o'sha kelishlering, xodim so'rashlaring. Ay çıkar gah zahali, dostlar köptür kopan ali. Ay çıkar gah zahali, dostlar köptür kopan ali. Hayat şundan safan ali, lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sözsüz karışların, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sözsüz karışların, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Ömür yol ayrılış günü, uçraşış ayrılış günü. Ömür yol ayrılış günü, uçraşış ayrılış günü. Unutuyuş aytılış günü, lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sekin sözleşlerin, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sekin sözleşlerin, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Seni yürüyüşlerin, seni gülüşlerin.
Tonglarim bağrıdan asta yirib qor Lavlalar açılıp külgende bahar Tonglarim bağrıdan asta yirib qor Lavlalar açılıp külgende bahar Bülbüller güllerge muhabbet izhar etkende intizar Seni kütkeymen Seni kütkeymen Bülbüller güllerge muhabbet izhar etkende intizar Seni kütkeymen Seni kütkeymen Adamlar köpürüp güllegen mahal Tabiat özü hem köyleydi gazel Adamlar köpürüp güllegen mahal Tabiat özü hem köyleydi gazel Kezgende bağlarını tünde güzel Besline bulup zanar Seni kütkeymen Seni kütkeymen Kezgende bağlarını tünde güzel Besline bulup zanar Seni kütkeymen Seni kütkeymen Kançalar yakamlı bahar şemalını Bu hem ötüp gider hayal misali Hiç kaysi joyda yok yurtim cemali Tağlarım kezip yanar Seni kütkeymen Seni kütkeymen Tağlarım bağrıdan asta yirib qor Laleler açılıp külgende bahar Bülbüller güllerge muhabbet izhar etkende intizar Seni kütkeymen Seni kütkeymen Bülbüller güllerge muhabbet izhar etkende intizar Seni kütkeymen Seni kütkeymen Seni kütkeymen Katta rahmat G'anishir aka, go'zal navolar, chiroyli taronalar uchun yana bir bor minnatdorchilik izhor etamiz va endi navbatdagi savollarga yuzlanar ekanmiz. Boya ta'kidlab o'tdingiz, qayta ustoz Ortiq Otajonovning yonlariga borganman. Ustoz bilan birga mana oz emas, ko'p emas 30 yil ustozning yonlarida yurganman deya ta'kidladingiz. Keling,
shu ustozni yonlarida o'tgan paytlaringizni bo'lgan bir qiziqarli voqealarni shularni bir eslab o'tsak, ustoz bilan o'tgan davrlarni. Albatta. Endi ustoz Ortiq Otajonov deganda nafaqat shu insonni san'atini, odamgarchiligini, ularni komik tomonlarini ham har bir inson eslashadi. Albatta. Hech bir davra yo'qki Ortiq Otajonov kirib shu yerni gullatib, yashnatib fayzga to'ldirmagan holati yo'q, davrasi yo'q ustozning. Haqiqat. O'shaning uchun hozirgacha qaysi bir insonni davrasida bo'lmaylik, shu inson darrov ustoz haqida gap ketsa, "Ey Ortiq akam, juda hozir javob edi-da. Rahmatlik. Bir keldi-yu ketdi shu insonlar" degan maqtovlarni eshitamiz do'stlar, bu bejizga emas. Bu birinchi o'rinda nimadan deb o'ylayman? Birinchi o'rinda ustoz har bir so'zida ustozi Komiljon Otaniyozovni eslab, shu odamni ulug'lab o'tdi. Qayerga borsa ajoyib xislatlarini va shunday nima deydi, qaytarilmas san'atini, haqiqatini gapirib, shu xalqqa gapirib o'tdi. Shu ustozni nima deydi, iste'dodini demoqchiman. Betakror san'atkor deb Komiljon usta deyaveradi. Qayerga borsa Komiljon ustani ulug'lab o'tdi-da. O'shaning uchun Ortiq Otajonov ham ustozi kabi ulug'landi. Aziz bo'ldi. Bir kun men endi Amerikadan keldilar, endi safarga Amerikaga ko'p borib turadi, u yerda ham o'zbeklar bor. Amerikadan kelgandan keyin men har safar bir safardan kelsa, albatta men ertasi kuni yo indiniga bir vaqtini topib, charchog'i chiqqandan keyin boraman. Charchagan paytda bormaslik kerak ustoning yoniga. Endi noqulaydi albatta. Shu borib bir joydan shu uyini yaqiniga kelib turib, "Alo, assalomu alaykum usta" desam, "Hov, G'anisher, yaxshimisan?" dedi-da. Men bir joyda edim-ku, G'anisher dedi. Usta chaqirmadingiz desa, "Shundaymi, chaqirmadimmi?" Unda uyda men kelaver bo'lmasa deydi. Shunaqa bir qiziqchilik tomoni bor. Salomat bo'lsin. Endi har gapda bir qiziqchilik qilib turadi. Endi usta yana bir marta endi ustanikiga borsak, albatta u maqtanish emas, yo bir minnat emas-da, insonga bir non ko'tarib borsang, birovnikini misol, yaxshi niyatda borasan. Ustozni uyiga men quruq bora olmas edim. Bu minnat emas do'stlar. O'zim uchun, ko'nglim ko'tarilishi uchun shu bir ikkita non topsam, ikkita olma bilan solib bir paketchaga olib ustaning uyiga shu borganimdan xursand bo'lib ketar edim. Quruq kelib kelmadim-ku. Ustoz yoniga quruq kelmadim-ku, ko'nglim shunday ko'tarilar edi. Keyin shu men nima olib borsam, bir kun kuzda boruvdim, endi xurmolar pishgan payti, hovlisida 2 dona xurmo bor, qip-qizil bo'lib pishib yotibdi endi. O'sha kuz paytida qish oldi. Xurmolar yetilgan payti sap-sariq bo'lib. Men endi shu paketimning ichiga men ham xurmo solib boruvdim-da, non-pon xurmo solib boruvdim. Meni xurmolarimni karavotga chiqazib qo'yibdi-dagin, o'zining xurmasidan solib paketga tugib qo'yibdi. Keyin endi chiqishda menga nima deding? "G'alashir, sen menga xurmo olib kelgan ekansan, bizni xurmoni ham bir yeb ko'r" deb paketga solib to'ldirib qo'yibdi. Bor tovoqim keltavoqim bir dasturxonli inson bo'lganda. Endi qarang, indamasdan olib qo'yaversa bo'ladi, lekin shuni yana menga ham qaytarib turibdi-da. Shunchalik odamgarchilik kuchli inson bo'ladi. Mana bitta yaxshi qirrasi, yana bir yaxshi tomoni. Yana bir yaxshi tomoniki, meni uylanish to'yim 93-yil bo'lgan. 93-yil bo'lganda endi may oyida juda yog'ingarchilik payti, har kuni yomg'ir yog'adi, bilasiz. Panjkentda. Panjkentda, Tojikiston Panjkent, Sarazm qishlog'ida, endi bizning qishlog'imiz. Shu to'y bo'ladigan kuni endi 6-mayda 93-yil. Shunday yomg'ir tinib, mana shunday charaqlab quyosh chiqib tursa, ustozni kelishiga qarang. Poyqadam deydi. Men tush ko'rdim, shu ustoz shu to'yimni o'tkazuvdi shu yerda. Lekin bu bulut ko'ringan emas, quyosh ko'ringan emas. O'sha kuni shunaqa charaqlab quyosh bo'ldiki, endi ustoz soat 6ga kelaman deb 7ga yetib keldilar. Kelgandan endi darrov shu "G'anisher, men kechib keldim. Lekin senga bitta yangiligim bor. Mana kuni kecha shu Turkmaniston xalq artisti degan unvonni menga berishdi. Kuni kecha bu ham seni to'yingga bir to'yona deb menga bir xursandchilik, bir yangilikni aytdi-da, ko'nglimni ko'tarib. Meni demak shu 6-mayda bo'ladigan bo'lsa to'yim, shu bir kun oldin o'sha Turkmaniston xalq artisti unvonni olgan ekanlar. Quchoqlab tabriklab qo'ydim ustozni. Shu bilan men to'yimni sovib, shu bilan Urgutga xizmatga o'tib ketdilar. Salomat bo'ling. Menga katta sovg'alari bo'lgan. Ma'lumotlar uchun, qiziqarli voqealar uchun yana bir bor minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Juda ham bir haqiqatda bir maza qilib suhbatlashyapmiz. O'zimiz ham bir ko'nglimiz chorag'on bo'lyapti desak, bir ayni haqiqatni gapirgan bo'lamiz. Va keling, ana endi hurmatli teletomoshabinlarimizni ko'p kuttirmasakda, ularga ustozlar ijro qilgan, ustozlarning asarlaridan va ta'kidlab o'tgan shohona asarlaringizdan hurmatli teletomoshabinlarimiz e'tiboriga ilinsak deymiz. Marhamat,
Bizni kuzatishda davom etasiz. Go'zal navoiylar bilan dasturimizni yana davom ettiramiz. Kelgil yarım kelgil ayday tolup kel iqbal quyoshida ay parlab kulib kel Kelgil yarım kelgil ayday tolup kel iqbal quyoshida ay parlab kulib kel Ko'ngil kamaniga bahor bo'lib kel Basling xumorimman Ning nazarman chertgandan ola qilgan dutoring torman Basning xumorimman Ning nazarman chertgandan ola qilgan dutoring torman Kelmez yersen özüm mehmon bo'layin Chehranga termulib ayron bo'layin Boshingdan o'rgilib qurbon bo'layin Basling xumorimman Sizning nazarman chertgandan ola qilgan dutoring torman Basling xumorimman Sizning nazarman chertgandan ola qilgan dutoring torman Yellar soching bilan o'ynashmasinlar Umrlar tarifine so'lashmasinlar Rashkotida jonim qiynashmasinlar Basling xumorimman Sizning nazarman chertgandan ola qilgan dutoring torman Basling xumorimman Sizning nazarman chertgandan ola qilgan dutoring torman Seni Rana desinler Mani Mecnun seni Leyla desinler Mani Bulbul seni Rana desinler Mani Mecnun seni Leyla desinler Sadakatte bizni tenha desinler Basling xumorimman Sizning nazarman chertgandan ola qilgan dutoring torman Basling xumorimman Sizning nazarman chertgandan ola qilgan dutoring torman Basling xumorimman Sizning nazarman chertgandan ola qilgan dutoring torman Chertgandan ola qilgan dutoring torman
Yüzünde doğma halı, yar hayali ibalı. Yüzünde doğma halı, yar hayali ibalı. Tarifine sözü yoktur, bardı lebinde bağlı. Tarifine sözü yoktur, ey bardı lebinde bağlı. Gelsin gelsin yar gelsin, gözler xumar gelsin. Ey gelsin gelsin yar gelsin, gözler xumar gelsin. Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Ben şeydamın sözüne, bir sığınandık yüzüne. Ey ben şeydamın sözüne, bir sığınandık yüzüne. Bakasıyodur gevher karamıncı gözüne. Ey bakasıyodur gevher karamıncı gözüne. Gelsin gelsin yar gelsin, gözler xumar gelsin. Ey gelsin gelsin yar gelsin, gözler xumar gelsin. Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Gözellere şu kız baş, dünyada yok kalem kanaş. Ey gözellere şu kız baş, dünyada yok kalem kanaş. Ay desem kemlik kılar melektir yarım kıyaş. Ey ay desem kemlik kılar melektir yarım kıyaş. Gelsin gelsin yar gelsin, gözler xumar gelsin. Gelsin gelsin yar gelsin, gözler xumar gelsin. Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Körgen yanıp bolar köngül, tarifi bir kızıl gül. Körgen yanıp bolar köngül, Sahi Ahmet gördü de sayradı buldu bülbül. Ey Sahi Ahmet gördü de sayradı buldu bülbül. Gelsin gelsin yar gelsin, gözler xumar gelsin. Gelsin gelsin yar gelsin, gözler xumar gelsin. Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Gelsin gelsin yar gelsin, gelsin gelsin yar gelsin.
Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Perilerin sultanı güzelim Dildar gelsin. Katta rahmat G'anisher aka, go'zal navolar, chiroyli taronalar uchun minnatdorchilik izhor etamiz. Haqiqatdan bir o'zimizdan bir mazza qilib ustozni taronalarini eshityapmiz. Yangi talqinda bir chiroyli taraflarini tinglab bir mazza qilyapmiz desak, bir ayni haqiqatni gapirgan bo'lamiz. Keling, ana endi navbatdagi savollarga yuzlanar ekanmiz. Ijodkor uchun ilhom manbai har kimda turlicha ta'riflanadi. Keling, shu o'rinda G'anisher akamiz Meliqulovda ilhom chashmasi qanday? Nimalardan ilhomlanadilar? Asosan nimalarga e'tibor beradilar? Nimalar ta'sirida? Nimalar ta'sirida? Endi qarangki, men mana shu tabiat go'zalligini, gullar, manzaralarni yaxshi ko'raman-da. Mana shu to'ylardan charchab, xorib kelgan paytlarimda ertasi kuni bir zamon shu atrofimizda go'zal joylar borki, mana Toshkent shahrida juda go'zal manzarali tabiat go'zallari joylari bor. Shu yerga chiqib, aylanib, toza havolarda aylanib fikr yuritaman. Yana shu yerda yana ustozni o'sha yana ijodlari takror xayolimdan o'taveradi. Ustozni turishi, o'sha sahnadagi madaniyat, turish madaniyati, o'zini saqlash madaniyatlari, sahna madaniyati birinchi o'rinda ustozda zo'r shakllanganligi meni ko'z oldimdan ketmaydi. Shundan keyin ustozni dardli qo'shiqlari meni tark etmaydi-da. Shu dardli qo'shiqlar meni qo'zg'ayveradi. Shu kechasi yotganimda ayniqsa shu bir narsalar aylanib keladi. Shu payti shu 3 bo'ladimi, 4 bo'ladimi? Mana ayol nima aloqa, uyali aloqa nima deydi? Mana zaps qilamiz, ovozni darrov tushirib qo'yaman, ideya deymiz. Shuni tushirib qo'yaman, undan boyti bir uni shakllantirsa shu to'g'ri kelib chiqadi. Lekin u ijod kelmagan paytdagi ijod u yaxshi bo'lmaydi baribir. Bir kelgan narsani ushlab qolish kerak. Kech bo'ladimi, tor bo'ladimi? Tor bo'ladimi? Keyin yana bir narsaki, qishloqlarga borganda sokin havo, kenglik, bepoyon yerlarimizni ko'raman, tog' toshlarimizni ko'raman, elimizni kamtarligini ko'raman. Va ayollarimizni go'zalligi ayniqsa insonni qanchalar hayotga ilhomlantiradi. Mana shuni o'zigina har bitta ijodkorga, nafaqat qo'shiqchi, shoirlarga ham mana shunday manzaralar ijod qilishiga xizmat qiladi. Ilhom bag'ishlaydi. Haqiqat. Shuning uchun keling, unda ana shu Toshkentni tog' toshliq kiyalariga borganingizda, tog' toshlarni kezganda yaratgan taronalaringizni hurmatli teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola qilsak. Albatta. Marhamat, Orombaxsh dasturida dasturimiz mehmon ijodkoridan yana go'zal navolarni siz qadrli teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etamiz. Başımni can olg'uvchi nozini ko'ring ebiyay. Ko'rganlarni maftun etgan bozini ko'ring ebiyay. Başımni can olg'uvchi nozini ko'ring ebiyay. Ko'rganlarni maftun etgan bozini ko'ring ebiyay. Gaplashganda uymoq kabi og'zidan bol tomchilanar. Gaplashganda uymoq kabi og'zidan bol tomchilanar. Har bir so'z rohati jon rozini ko'ring ebiyay. Har bir so'z rohati jon rozini ko'ring ebiyay. Ebiyay nozini ko'ring ebiyay. Ebiyay nozini ko'ring ebiyay. Atrofida parvonadek raqsga tushib sanamlar.
Atrofida parvonadek raqsga tushib sanamlanar. Uning oq qush kabi parvozini ko'ring ibey. Uning oq qush kabi parvozini ko'ring ibey. Ibi 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 nozini ko'ring ibey. Ibi 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 nozini ko'ring ibey. Yelkelerini sıyına bırakın, birine koşup trafiğin. Yelkelerini sıyına bilen, birine koşup trafiğin. Dört faslını yaz eyleyen yazını körün ibey. Zerre kebi yalganı yok, aşık erkinin sözlerin. Zerre kebi yalganı yok, aşık erkinin sözlerin. Meveşimni can alğuçu nazını körün ibey. Dört faslını yaz eyleyen yazını körün ibey. İbi 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 nazını 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 körün ibey. Katta rahmat G'anisher aka, yana bir bor go'zal navoiylar uchun minnatdorchilik izhor etamiz va endi ijod haqida suhbatlashar ekanmiz, yangi taronalar haqida to'xtalar ekanmiz. Bugungi kunda kimlar bilan hamkorlikda ishlar olib boryapsiz? Shoirlardan kimlarga murojaat qilasiz? Musiqiy saykalchilar, bastakorlarimizdan asosiy hamkorlaringiz kimlar? Keling, shular haqida bir to'xtalib o'tsak. Juda to'g'ri masala. Endi ijodkor bor ekanki, bu qo'shiqchini ijodini ro'yobga chiqaradigan musiqa bilan o'sha shoir bo'ladi, she'r bo'ladi. O'shaning uchun endi bizlar ko'proq ustozimiz mana shu Oshiq Erkin deymiz, Orif Odilxonov, Erkin Samandarov kabi buyuk shoirlarimiz bo'lganki, Amonmatjon mana qanaqa shoirlar. Ularning har bitta she'ri bir dunyo ma'noga ega bo'lgan. Haqiqat. Men ham hozirgi paytda shu insonlarning kitobi menda bor. Shaxsan Amonmatjon ustozimiz ham rahmatlik, Oshiq Erkin ham bir safar Toshkentga borganda o'zini kitobiy o'sha broshura deymiz, kitobchalarni, she'riy kitobchalarga 2 donani yozib berganlar. G'anisher ukamga deb yozib berganlar. Baxshida qilgan. Bu ham men uchun bir katta baxt. Albatta. Undan tashqari Shamsiddin Sadoyi mana bilasiz. Ishqingda kuygan, men-ku menman. Ajoyib. Sallanno senga va chiltoqlaring ursin meni degan qo'shiqlarni ustoz aytgan. Hammasi Sadoyining she'rlari. Mana shu shoirlar menga o'ta ham oson yoziladi she'rlar, ham tushunarli, ham sodda. Juda sodda. Xalq o'zimizning tilda yozilgan bu. Tushunib oladi. Ha, darrov o'shaning uchun ham ustozlar mana shunaqa oson tushunishi mumkin bo'lgan narsalarni yaratganlar. Men ham hozirgi paytda shu ustozni yo'lida, demak shu ijro qilgan qo'shiqlarini o'sha shoirlari bilan demak ishlayapman desam to'g'ri bo'ladi. Hamkorlikda ishlayapman. Keling unda hozir mana shu ustozni hamkorlari, bastakorlar, shoirlar qilgan qaysi ijod namunalarini eldoshlarimiz e'tiboriga havola etamiz. O'zingiz ijroingizdagi. Ha, o'zim ijroimdagi misol mana Shamsiddin Sadoyi she'ri bilan Xorazm bog'lari gul bo'lganmikin degan bir yaxshi yangi narsa yaratganman. Endi hali u premyera bo'lib turibdi, hali endi startda turibdi, hali uni bir kelganimda yana uni yozamiz. Keyingi dasturda yozamiz. Keyin unda savolni talqinni sal o'zgartiramiz. Bu dasturni bugungi qo'shiqni bugungi dasturda premyera qilsak-da, lekin qo'shiq tariqasida emas, xirgoya qilib bersak hech bo'lmasa. 8 telekanali Orom baxsh dasturida birinchi marotaba premyera bo'lsin. Bo'ladi. Xorazm bog'lari gul bo'lgaymikin,
Bağrı kan bülbülleri kelgeymikin Bağrı kan bülbülleri kelgen ise Bizni gül nagah köngül bir geymikin Ramda da 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 Xorazmcha. da 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 ha Xorazmcha bo'ladi. Ha. Xorazm osmonida oy bormikin Daladım Xivodin o'tgan biror soy bormikin Daladım Biz g'aribon yo'lcham yo'l boshlasak ayvon edin biz uchun joy bormikin ramdadalamdam Biz g'aribon yo'lcham yo'l boshlasak ayvon edin biz uchun joy bormikin lamdalam Yaxshilar yongan ko'ngilga bir qarang Yor ko'rinmasmi yo'liga bir qarang Ha. Yor ko'rinmaslar bo'lib ketsa ketangar o'lsadan oy shamsidan dan hol so'rang lam Yor ko'rinmaslar bo'lib ketsa ketangar o'lsadan oy shamsidan dan hol so'rang o'lsadan oy shamsidan dan hol so'rang Katta rahmat shunaqa. go'zal navoiylar uchun. Shu tayyor bu tayyor Chiroyli taronalar, premyeralar uchun alohida rahmatlarni izhor Albatta, etamiz. albatta. Demak, tez kunda mehmon ijodkorimizdan mana shu premyera taronalarini to'liq talqinini Yozib albatta olamiz, yozib 8 telekanalda hurmatli teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola qiladilar. Keling. Xudo xolasa. Ana endi xirgoyalarni eldoshlarimiz e'tiboriga havola etdik va ana endi sizning ijroingizdagi go'zal navoiylarni ham hurmatli teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola qilsak deymiz. Marhamat, 8 telekanaldan yiroqlashmaysiz. Xorazm oqasin sozi suhbati shodligi bu do'stlar ko'rkidir lazgi yasharib yashnagan diyor san'atin qadim xazinasin mulkidir lazgi Lazgiga raqs yetar ellar basma bas keksami yoshmidi kuyangrasa bas Lazgidan zavq olur dillar har nafas qalblarga joylangan sevgidir lazgi qalblarga joylangan sevgidir lazgi davraga tush Kanat yazım masalı kuş Oynaganlar bo'ladi xush Xorazmning lazgisiga Quyosh bilan talashadi Ko'rgan ko'zlar qamashadi Sho'x o'ynasang yarashadi Xorazmning lazgisiga Sho'x o'ynasang yarashadi Xorazmning lazgisiga Xorazmning lazgisiga
yoz oladi, goh shiddat noz oladi. Xirom etsang yoz oladi, Xorazmning lazgisiga. Har dil bilan so'zlashasan, bulbul bilan kuylashasan, olov bo'lib o'ynashasan. Xorazmning lazgisiga, olov bo'lib o'ynashasan. Xorazmning lazgisiga, Xorazmning lazgisiga. Yakın kirer deliga ko'chib, to'lqin urib toshib go'shib, o'ynasan qalbing qo'shib, Xorazmning lazgisiga. Sog'insangar jamolini, ko'ray desang kamolini, Rashid o'ylab visolini, Xorazmning lazgisiga. Rashid o'ylab visolini, Xorazmning lazgisiga. Xorazmning lazgisiga. Xorazmning lazgisiga, Xorazmning lazgisiga. Ey Xorazmning lazgisiga, Xorazmning lazgisiga. Ey Xorazmning lazgisiga, Xorazmning lazgisiga. Katta rahmat G'anishir aka, go'zal navolar, chiroyli taronalar uchun yana bir bor minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Va endi dasturni yana mazmunli suhbatlar bilan davom ettirar ekanmiz. Keling, navbatdagi savollarga yuzlansak deymiz. Shu o'rinda ustozni ijodi bilan, ustozni san'ati bilan bir haqiqatda bir faxrlanib bir suhbatlashyapmiz desak, bir ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Ana endi ustoz qilgan ijod va shu bilan birga bugungi kunda yoshlar qilib kelayotgan, bugungi kunda san'atkorlar qilib kelayotgan ijod namunalarini bir solishtirib o'tsak, nima degan bo'lardingiz bugungi san'atkorlarga? Orifjon, juda ham hozirgi zamonda juda ham dolzarb bo'layotgan hozir savolni berdingiz. Juda to'g'ri. Bu har bir ko'rsatuvda aytilishi kerak, shu mavzu ko'tarilishi kerak. Chunki har bir san'atkor borki, ichida aytiladigan dardlari ko'pda, ayniqsa bizlarda, misol endi ustoz ko'rganlarda demoqchiman. Darrov farqi bilinadi-ku. Albatta. O'shaning uchun to'g'ri aytdingiz Orifjon. Endi hozirgi davrda endi bu yoshlarimizni ko'ngliga kelmasin, albatta hali yillar davomida sharhlanib boradi bu yoshlarimiz. Kamchiligi albatta bo'ladi. Bizda ham bo'lgan, balki ustozlarimizda ham bo'lgan, hammada bo'ladi kamchilik. Lekin nima bo'lganda ham shu ustozlarni aytgan ijrolarini birinchidan juda ko'pdan ko'p eshitib, o'rganib, qalbga o'tirgandan keyin ijro qilish kerak. Uni endi tilga o'tdi, bo'ldi deb ijro qilib yorsa, faqat tilda bo'lib qoladi, dilga o'ta olmay qoladi. Va ta'sir kuchi ham yo'qoladi. Keyin men hozir juda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatyapman. Mana shu ustozlarimizni kelsin ashulalarini, ishqingda kuygan deymizmi, yo boshqa klassik Xorazm maqomlarini ham ijro qilgan ijrochilarimiz, yoshlarimizni ko'ryapman. To'g'ri, ularga osh qilyapti. Avjli narsalarni men hozir yetkazib qo'yaman, qotirib yuboraman deb hozir aytgan yoshlarimiz juda ko'p. Muxlislar uchun aytishyapti, lekin ashullarni buzib qo'yganligini o'zi bilmay qolyapti. Qayerda buzuq bording? Qochirimlarni ustozlar yaratgan qochirimdan tashqari yana qochib ketishyapti. U yoqqa bu yoqqa yarim soat o'rilib, zo'r qilaman deb qovun tushirib qo'yapti, to'g'risi. Daftarda ham hoshiya bordi. Ana, yashang. Torni endi men zo'r chalaman deb u o'zini mahorati bilan band bo'lib qoladi hofiz. Yo'q. Mahoratini ko'rsatsa, ortiq ustozlar ko'rsatar edi. Nima uchun ko'rsatmadi? Me'yorni bildi. Bachkana degan narsani bildi. Bachkana bilan bu mamlaqa o'zini me'yoriy narsalarni bildi, sezdi. O'shaning uchun bularda shunaqa bachkana qochirimlar yo'q, qilmadi. Demoqchisizki, shakarni ham ozi shirin. Albatta. Degandek. Shuning uchun mana shinavandalarimiz dod-voy deb qichqirsa, uni yana bir parda qo'shib, o'zicha o'zgartirib, buzib aytishga haqqi yo'q-ku hech kimning. Iltimos qilamizki, yoshlarimizni ijro qilganlarida shu ustozlarning hurmatini qilib,
shu ijroni top o'ziday qilsa, iloji qurbi yetsa o'ziday. Agar qurbi yetmasa shu o'rta hol bo'lib chiroyli buzmasdan aytib o'tib ketsalar ham chiroyli ish ustozga nisbatan, xalqqa nisbatan hurmati, san'atga nisbatan, san'atga, eng muhimi o'ziga nisbatan hurmat zo'r bo'ladi. Birovlar gapirmaydiki, bu ham qo'shiqchimi degan gaplar nimadan kelib chiqadi? Ana shu o'zining qilayotgan ijrosidan kelib chiqadi. Ustozlar mana misol ijro qilganda ustoz Komiljon Otaniyozov qo'shini bittasini ham buzmagan. Qanday aytgan bo'lsa, qanday ovoz yo'nalishi bo'lsa, hatto ovozlarni ham o'xshatib aytgan. Nima uchun? Bu havas, ustozni hurmat qilganidan shu bo'ladi. Mehr muhabbat, albatta qo'yilgan mehr muhabbat. Endi shu eshitsak, gohida ustoz Ortiqxo'jajonov Komiljon ustozni qo'shini aytgan bo'lsa, yoshlik paytlarida, Komiljon aka ijrosida deb o'ylaganman men shaxsan. Keyinchalik usta bu narsani shu juda bir desam, men aytganman, shu havasimiz zo'r bo'lgan paytlarda aytib qo'yganman, o'xshab qolgan ekan ustozga. Endi hozir ajralgandan keyin ovozimiz boshqacha degan joylar juda ko'p bo'lgan. Lekin ustozni bir ta'riflarini ham eshitganman-da. Lekin o'zingning yo'ling bo'lishi kerak. Ustozga faqat ustozning yo'lidan ketib, albatta. buni qayerda aytgan ekanman deb hosila bo'lmaydi deydi. Ustozga mehr qo'ygan holda o'zing yonidan bir shoxa chiqarishing kerak, noda chiqarishing kerak. Ma'qul. Degan fikrga siz nima? Juda to'g'ri. Chunki bu endi birovning soyasida qolib ketmaslik kerak. Endi ustozlar endi ular bir, ustozlarimiz bir albatta. Hech kim ustoz bo'la olmaydi, takrorlanmas. Bularni Xudo bir berdi, ikkinchisini endi boshqacha qilib yaratadi. O'shaning uchun ham har bir insonning qalbi bo'lgani kabi o'zining qalbi bilan ijro qilsin degan joylari bor ustozni. Albatta. Shuning uchun shu ijod qilganda baribir o'zimizning yo'limiz bor. Men qiynalyapman, bitta narsadan qiynalyapman. Ustozni yo'ldan chiqib ketishim juda qiyin bo'lyapti. Nima uchun? Men yonida hatto gaplarigacha meni qalbimda o'tirib qolgan. Mimikalari, gapirishlari, "Men qara, yaxshimisan? Av, ne desan o'zing? Abi ko'chaga chiqib tur buja. Shu bir boradan joyimiz bor, ava. Tarni ko'tarib turarsan deb bo'lmasa chalib. Yaxshi deb qo'ygan joylari bor-da. Salomat. O'zim ham qoyil qolyapman-da. Shuning uchun ustozga havas qilganmiz. Bundan keyin ham vas qilamiz, ava. Ruhlari shod bo'lsin ustozimizni. Shuning uchun men chiqib keta olmayapman shu yo'ldan. Baribir o'zimning yo'lim bor. Baribir ustozga o'xshamaymiz. Shu yangi ijodlarimda hali kelib Xorazm eliga, Xorazm san'at muxlislariga juda ko'p narsalarni aytib, yangiliklar kiritib, elini ko'nglini ko'tarishga xizmat qilamiz, Xudo xolasa. Katta rahmat mazmunli suhbat uchun, go'zal javoblar uchun, chiroyli taronalar uchun minnatdorchilik izhor etamiz va keling, ana endi dasturimizni sizning ijroingizdagi go'zal navoiylar bilan davom ettirsak, ana undan so'ng dasturni yana davom ettiramiz. Marhamat, 8 telekanalida go'zal kuy qo'shiqlari bilan Orom baxsh dasturini davom ettiramiz. Hacru alemli yanar kelip git Yoluna közlerim zanar kelip git Hacru alemli yanar kelip git Yoluna közlerim zanar kelip git Hasta dilimni zang kulfi açılmaz Sirli kilitleri bağır kelip git Hasta dilimni zang kulfi açılmaz Sirli kilitleri bağır kelip git Evvela öğretip kereşmelerge Endi yeter misan anar kelip ki Evvela
o'rgatib karashmalarga endi yetarmisan angar kelib ket bo'yinga baxshetay baxshiligimni ilgime almışam tanar kelip git Boyine bakşetay bakşiligimni ilgime almışam tanar kelip git Kapkara saçımı ak aralattın Başıma yağdırıp kanar kelip git Vermese kelgenin canıma rahat Kakilin boynuma danar kelip git Sistemlerin körüp Külse bakadınır Külgülerin kılıp kanar kelip git Sistemlerin körüp Külse bakadınır Külgülerin kılıp kanar kelip git Boyine bakşetay bakşiligimni ilgime almışam tanar kelip git İlgime almışam tanar kelip git Endi Orifjon bitta yangilik borda, bu yangilik emas, endi ustozlardan qolgan udim. Komiljon ustozlar o'zini davrida hammamiz eshitganmiz, topgan tutgan pulini shu to'yni egasiga berib ketganlar deymiz. Belbog' pullarni. Bu bor narsa, haqiqatda to'g'ri. Endi ortiq ustozda ham ana shunday xislat bo'lgan, xislat o'tgan ekan. Nimaga desangiz? Men shu ustoz 71-yilda 1971-yilda Sirdaryoda bir xizmatga borgan insonni xonadonidagi bir shaxs bilan gaplashib qoldim. Bu inson Anvar aka degan Gulistondan. Shu to'y qilgan insonning ukalari endi. Shu ustoz bilan juda bordi keltisi bo'lgan bu oilaning. Keyin Anvar akam bir kun menga chiqyaptiki, "G'anishir, siz ustozni davomchisiz. Juda bir sizga nimamiz muxlismiz sizga" degan bir yaxshi gaplar bilan ko'nglim ko'tarishgan, keyin tanishib qolganmiz. Shu odam aytdi, "G'anishir" dedilar. "Ortiq otajonim meni akam to'yga borganda" dedilar 71-yilda. Shu to'yni shunaqa go'zal o'tkazdilar deydi, shunaqa go'zal o'tkazdilar deydi. Endi oxirida xalqimiz yana to'ymadi qo'shiqqa deydi-da. Shunda endi to'yni egasi akam aytdilar deydi, "Ustoz, agar imkoni bo'lsa, shu kirib bir uyni ichida ham bir 5-6 ta 10 ta odamlar yana sizni kutib o'tiribdi. Yana bir qo'shiqlar eshitsak degan taklif bo'ladi. Nima deysiz?" desa, "Bo'ldi, kirsak kiraveramiz" deb kirgan joylari. Endi shu yerda jonli ijro bo'ladi-da, zo'r ijroni qilib endi marama yetirib, endi bo'ldimi, javob berasizlar bizga deb endi javob olib duo qilib ketish oldindan ustozga to'yni egasi nima qiladi deng. 71-yil tilla soati bo'ladi bu insonda, to'yni egasida. Tilla soatini xursandchiligidan Ortiq aka deydi. "Shunchalik bizni ko'nglimizni shod qildingiz" deydi, hatto deydi. "Men kutmagan narsalarni shunday ko'rdim bugun xizmatingizda" deydi. "Elimiz xursand, biz xursand, hammamiz xursandmiz. Meni chin yurakdan agar qabul qilsangiz, ana shu tilla soatimni sizga hadya qilaman" deb shunday qo'liga uzatadi. Tilla soat. Ustoz indamasdan lom-lim etmay shunday oladi, cho'ntakka solib qo'yadi. Qarang endi qarang. Solib qo'yadi, bir zaman endi yana shu yerda yana yarim soat gap gurung ketib turibdi endi. Gaplashib bo'lgan aka, endi deydi, endi biz yo'lga chiqaylik endi akalar, rahmat, rozi bo'lasizlar, endi bizga duo beringlar deb ketishda yana darvozadan chiqqan joyda yana soatni oladi-da, to'yni egasiga, "Palonchi aka, ana shu soatni Ortiq otajonim oldi deb hisoblaysiz. Shu soatni oldi deb qabul qilasiz. Yaxshimi?" deydi. "Hov" desa,
mayli deydi. Xo'pda deydi, mayli deyavering deydi. Shu soat o'zingizga buyursin aka deb qo'liga topshirib, Salom. Orifjon, shunchalik mana ko'ngil to'qlikni ko'rding. Nazar to'qlikni mana shunda men qoyil qoldim Ortiq Otajonovga, mana shu ustozga o'xshatib, Komiljon Otaniyozov qanday saxiylik elga o'zini yordami tekkan bo'lsa, Ortiq Otajonovda mana shu xislatlarni men ko'rdim. O'shaning uchun men juda qoyilman. Shu xislatlar ajab emas yoshlarimizga ham, hammamizga o'tgan bo'lsa, mana shu eshitib turgan barcha yosh san'atkorlarimiz biz qatori mayli, boring hamma san'atkorlarga ustozimizni qilgan amallari, yaxshiliklari ibrat bo'lsa ajab emas do'stlar. Faqat xalqimiz uchun, xalqimiz ko'taradigan bizni, xalqimiz orqali boy bo'lamiz, xalqimiz orqali xursand bo'lamiz, xalqimiz orqali yurish turish bo'lamiz, go'zal bo'lamiz. Hamma hayotimiz go'zalligi shu xalqimiz orqasidan. Salomat bo'ling. Hurmatli Sakkisto telekanali Orombaxsh dasturining qadrli ixlosmandlari, dasturimizning mehmon ijodkori G'anisher Meliqulov mana bugungi dasturimizda o'zlarining kuy qo'shiq navoilari, go'zal taronalari va mazmunli suhbatlari bilan bugungi dasturimiz orqali sizni xonadoningizni chiroyli taronalar bilan fayz ulashdik. Bundan keyingi dasturlar orqali go'zal navoilar bilan, chiroyli taronalar bilan, mazmunli suhbatlar bilan dasturini yana chiroyli tarzda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar deymiz.